Assalomu alaykum aka. Ne geldin? Kartoshka olib keldim. Как раз keyin ham videoga keldi. Aka-uka bir dardlashamiz. Ichkari kiritasizmi? Aka, sizdami? Uyda hech kim bo'lmaganda, dadam bilan oyimlar qatqadir ketishganda, qornim ochdi desam kartoshka qovurib berardingiz. Siz qovurgan kartoshka men yegan dunyodagi eng mazalisi edi. Keling akajon, bir yoshlikni eslab. Menga yana bir marta kartoshka qovurib bering. Iltimos akajon. Men uchun. Aka, menga uy kerak emas. Sizga bo'la qolsin shu uy. Faqat bitta iltimosim bor. Menga bunaqa nafrat ko'zi bilan qaramang aka. Men hali ham o'sha kichkinaligingizda yaxshi ko'rgan, hammadan himoya qilgan, hech kimga xafa qildirib qo'ymagan ukangizman. Siz borligingiz uchun ham qaddimni g'oz tutib bemalol yurardim. Hozir ham shunaqa. Chunki bilaman, meni hech qachon yolg'izlatib qo'ymaysiz. Otamdan keyin suyangan tog'imsiz akajon. Men ham siz uchun jonimni berishga tayyorman. Arzimagan pul, uy oramizdagi oqibatni buzmasin. Sizni yaxshi ko'raman aka. Hali ham hech narsa o'zgarmabdi. Dunyodagi eng shirin kartoshkani faqat siz qovura olasiz. Dadamning gaplari esingizda aka. Oila doim Qancha Hey. Geceler. Gece. Gece. Anasını yapsana şu bir.